Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Mening ismim Nigina, 39 yoshda. Kursda qaysi yo'nalish bo'yicha kelyapsiz? Sizning kursingizda men ingliz tili fanidan kursga kelyapman. Marjona qanday dars o'tadi? Marjona juda zo'r yaxshi dars o'tadi. Tushunmagan narsalarimni ko'p tushuntirib beradi. O'rganing, davay, o'rganing. Qo'lmang, yoshlardan qolmang deb menga kuch-quvvat beradi. Marjonaga necha oydan beri, qancha yil bo'lgan? Ha, 1 yil bo'ldi. Bu kursda yosh ahamiyati bo'lmaydi. Yo'q, farqi o'laveradilar. Yoshi kattami, kichikmi? Ha, shu yoshga kirganimdan bo'lsa ham kema deb aytmaganlar. Kelavering apa, o'rgataman deb menga ko'p narsani Marjonadan o'rgandim-da. Masalan, qolganlarga ham aytaman, bemalol kelaveringlar, yaxshi o'tadi darsni. Qiynalmasdan, masalan, ko'p narsani undan o'rgandim.